Salom do'stlar, sizlar bilan Garver Over Minecraft. Bugun sizlar bilan biz Minecraft o'ynaymiz. Bugun biz odamlarimiz Batman'imiz bor, bu aktyor bor, keyin bu bor ishchi bo'ladi va shulardan bittasi tanlab bugun o'ynaymiz. Lekin biz buni o'ynaymiz. O'shanda yaxshiroq chiqadi. Sizlarga tavsiya beraman. Tap litidan tortishdi. Zo'r uylar quramiz, chunki ketdik, biz qidirishda boshladik. Qani ketdik. Biz narsalar olamiz, tayyorlaganman narsalarimni. Aqamda qanotcham bor. Keyin biz topib qidiramiz. Yaxshi joyda topish kerak, uning uchun zo'r o'ynash kerak. Qidiryapmiz. Qanaqa joydan qilsam bo'ladi ekan? Hamma kutgan joy bu boshqa joy. Qayerda quramiz? Tavsiya beringlar. Xohlasangizlar qishloq topaman, lekin men qishloq qilmayman. Daraxtni tepasiga uy qurish birinchi qismi bo'ladi. Birinchi qismda biz uy quramiz daraxtimizga. Ikkinchi qism chiqishda xohlasangizlar like bilan obuna bo'lib qo'yinglar. Biz joy topdik, anaka quramiz. Anaka quramiz. Uni ustiga temir qo'yib chiqamiz. Shunaqadan temir qo'yib chiqamiz. Keyin temirni qo'yib olib, temirni qo'yamiz mana shunaqa qilib chiqib. Sekin temirni qo'yib chiqamiz. Undan oldin mana shunday qilib temir qo'yib chiqamiz. Xo'p, bu temirni qo'yib chiqamiz. Keyin shunaqa qilib qo'yib chiqamiz. O'shanda to'g'ri bo'lib chiqadi. To'g'ri qiyshiq bo'lyapti-ku, ammo chiroyli uy bo'lardi. Ikkinchi qismda ko'rasiz qanaqa uy bo'lishi. Faqat ko'rsatibman ag'ida qanaqa qurganimni, lekin zarur bo'lsa shunchalik ko'rsatib qilib chiqaman qaytadan. Mana shunday qilib chiqamiz. Rasmni qo'yaman oxirda uyda, oxirgi videoda rasmni qo'yib beraman, lekin men ularni ko'rsatmayman. Shunday qo'yib chiqamiz temirlarni. Shunaqa qilib qo'yib chiqsa, o'shanda yaxshi chiqadi. Ketyapmiz mana. Xuddi shunaqa qilib qo'yib chiqasizlar. Daraxt lekin mana shunaqa daraxtda bo'lishi kerak. Bunaqa shaklda emas, mana shunaqa joylarda daraxt qilsangizlar, o'shanda yaxshi bo'ladi. Keyin shunaqa qo'yib chiqamiz. Keyin baytda qilib bo'lganimizdan keyin pastni mana shunaqada qilib chiqamiz, chunki bu yaxshi temir. Tuxunib turadi, lekin pastiga gilamon qilib qo'yaverasiz, lekin men gilam qilmadim. O'zi qilib olaverasizlar. Temirlarni shunday qilib chiqamiz. O'shanda yaxshi chiqadi. Temirlarni mana shunday qo'yamiz. O'rtada daraxt chiqsa yopaverasiz. Bemalol sizga zo'r chiqadi, ishoninglar menga. Yo'q, ikkinchi qism chiqmaydi, lekin men oxirida qilib qolaman. Vaqtim kam qoladi. Yangi yilga shu ikkita video chiqarishim kerak. O'shaning uchun mana shunaqa qilib olaverasizlar. Oxirida bitganida ko'rsataman. Ko'rib ko'raverasizlar. Oxirida bitgani ko'rsatiladi. Ko'rasizlar, keyin o'zingizlar qilib olasizlar. Oxirida rasm qo'yib beraman. Bitganida rasmini qo'yib olaman. Uzr, ikkinchi qism chiqmaydi. Yana qaytaryapman. Oxirida rasmni qo'yib olaverasizlar. Bemalol qiynalmaysizlar. O'shanda men qiynalmayman. Ko'proq video chiqaradi. Keyingisida biz qahramonni uyda quramiz. Qahramon bo'lamiz. Uy quramiz, qahramonni uyda quramiz. O'shanda qulay bo'ladi. Undan keyin esa halgini qo'yamiz, ovchi bo'lamiz. Qishloqda bo'ladi ovchimiz. Qishloqda bo'ladi. Bugun biz yotoq olamiz va uxlaymiz. Qani ketdik, uxlab olamiz. Mana nimaga bo'lmayapti, uxlab bo'lmayapti. Astag'firulloh. Mana shunday qilib uxlaymiz. Qani mana keyin uxlab olamiz. Birinchi qism tugadi.